Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani. 50 ta qo'zi sog'liqlari. O'tgan yilgi dekabr qo'zilari ham bor ichida. Bitta qo'radan chiqmagan, ikkita qo'radan chiqqan. 10 talari Afton Cho'qmonatardan kelgan bular. Hammasi elishni variant. Sog'lom, hamma qo'l vaksinatsiya qilingan, yeb ishlari juda zo'r. Kilosi ham, sifati ham o'ta zo'r qo'ylar. Bittasi so'ydiga 38 kilo keldi. Hammasi unaqa emas. Ichida shunaqalari ham bor. Juda sifat, juda zo'r kelishgan. Hamma tomonlama zo'r qo'ylar. To'q qilishga bo'ladigan qo'ylar. Narxlari 5 million 400 ming so'mdan deyapmiz. Bir qism o'tadigan joylari ham bor buni. Kelishga bog'liq. Dastlabki O'zbekiston bo'ylab hamma viloyatlarga dastlabki beramiz. Telefon raqamlar 99 739 0955